Gazli Iveco olaman deb qidirib yurganlar bo'lsa, 2019-yilda ishlab chiqarilgan 460 talik mana shu Iveco Persep bilan birgalikda sotuvga qo'yildi. Yurgan masofasi 823 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsatib o'tganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi holatda turibdi. Gaz ballonlar soni jami 16 ta temir gaz ballon bilan jihozlangan. Bunda 8 tasi 100 talik, 8 tasi 80 talik gaz ballon. Tigatchi mana oldi ballonni ko'rsangiz bo'ladi. Oldi balloni yangi almashtirib qo'yilgan ekan. Bu mana orqa ballonlarini holati. Egalari xohlagan preverkaga mashina tayyor deb aytayaptilar. Hech qanday kamchilik yo'q ekan. Persep 2018-yilda ishlab chiqarilgan Krone Persep, moslari ham Krone mosda, lentakasi, paleti bor. Ichlari ham usilenli qilib qo'yilgan ekan. Pollari, tentlarni ham ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi holatda turibdi. Ana endi hamma uchun qiziq joy narxiga keladigan bo'lsak, narxini 77.560 dollar deb aytilyapti. Yana sunnatga o'tib beriladigan joylari ham bor ekan. Manzil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida mashina turibdi. Egalarining telefon raqamini videoni past qismiga yozib qoldiraman. O'zlariga aloqaga chiqib, yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu videoni mana shunaqa gazli Iveco olaman deb qidirgan fura ishlanishlarga maksimal tarqatib qo'yisham esdan chiqmasin. Sotuvdagi yana ko'plab furalarni bizning Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Hammaga rahmat.